Assalomu alaykum, yaxshimisilar? Shu radarlarda menimcha hech bo'lmaganda 10 plus qilib qo'yish kerak edi. Bizda teskari ishlaydimi? Bu ham murojaatga kiradim. Nima deydi? 2 mingta, 3 mingta odam ko'ryapti. Bu paddeshka yo'q-da, paddeshkani faqat o'sha nima deydi, yomon ayollarga qilinyapti, geylarga qilinyapti. YouTube'ga kirsangiz shu zerikib qo'yganda endi kiramiz-ku baribir. Telegramga kirsangiz ham shu hamma joyda urush janjal. Pul muammosi, ayol muammosi ko'chadan to'lib ketdi. 3-4 kun nima deydi, fohishalik qilib bitta mashinaga pul yig'ib mashinani olib chiqyapti. Ko'chada ham janjal. Akalar, nima deydi, bu davlat qanaqa davlat? Musulmon davlatmi yo nima deydi, fahshga botib ketyapti-ku ko'cha. Chiroyli yashaylik, erkaklar, ayollaringizni oldingizga ko'tarib olib signalni cholasizlar. Ayollaringizga maqtanib, ayollaringiz bo'lsa ko'chadagilarga maqtanib, chiroyliligini zo'r ekan ayollaringiz, siz ham erkak ekansiz. Yo'lingizni topib, zo'r bo'lsangiz uchib o'tib keting tepadan. Nima deb video olmoqchi edim o'zi, esimdan ham chiqib qoldi. Shu 10 plus qilib qo'yish kerak-da, qolgan davlatlarda 20 plus. Bizda faqat odam xavfsizligi emas, pul uchun bo'layotganga o'xshab qolyapti. Xolagandaqa kelyapti jarima. Akalar, biz ham tezroq viloyatga ketish kerak, 3-4 so'm pul topib oilamiz oldiga borish kerak deb kelamiz-ku. Faqat ishlash kerak. Plastik mayli 3-4 so'm foiz oladi. Bir do'konga kirsangiz plastik olmayman deydi, bir do'konga kirsangiz pul olmayman deydi. Har xilda bir o'zingiz xohlagandaqa savdo ham qila olasiz. 25 milliondan ortib kelsa, u ham plastikdan muomala qilish kerak bo'lyapti. Endi nima qilish kerak? Nima uchun bo'lyapti shuncha ish ertalabdan kechgacha tezroq oila bag'riga borish uchun bo'lyaptimi yo kimlardadir qonni to'ydiryapmanmi bilmayman. Iloji yo'qda polibom tushadi, sekin yur deyishlaringiz mumkin. Ko'zingga qarab yur, qilib polibom tushadi. Har qanaqasiga yurib ko'ryapman, 50 dan oshmayapti, 60 dan oshmayapti. Kulgili narsa bo'lyapti. Ishlar faqat pul uchun bo'layotganda qilib qo'yapti. Shuni ko'rsin, aniqalar ham tegishli joydagilar ham sal hikmat urib qo'yinglar basharamga.